Yaxshimisizlar? Bugungi qisqacha tahlilimizga marhamat. Bugun biz Al-Akramni o'rganib, ilohiy sexiylikning cho'nqur ma'nosini birga izlaymiz. Yaratquchini haqiqiy tonish bizga shundoq bir cheksiz hayronlik ilib keladiki, payg'ambarimizmi Rabbim hayronligimni oshirg'in degan edi. Demek biz ilahi isimlerini xuddi bir eynek kilip mahluklarındaki görünmeyen nurunu ve çeksiz kudretini görüşümüz gerek. Bu bizni adamlarning sixiyaligidan tamamen farqlanadigan Al-Akramga yetaklaydi. U hech qanday tamasiz yo'qlikdan yaratib beradigan mutlaq sixiyalikdir. Endi bu oqimning biz her kuni iste'mol qiladigan addiy bir su bilan qanday munosabati borligini ko'rib boqaylik. Qarang, suv quruq bir ximiyalik modda emas. U atomlardan tartib, bulutlargacha derajadan tashqari inchga loyihalangan bir suvatdir. Yer shari va badanimizning 3dan 2 qismi suv. Demak, biz bu ilohiy marhamatga intahoyan zich bog'langan. Mushu ro'shin farqga diqqat qiling. Biz insonlar berganda hisoblashimiz, ammo ilohiy sexiylik qubul qiluvchining o'zini yo'qlikdan yaratadi. Lekin Allohning marhamati faqat moddiy dunyo bilan cheklanmaydi. U bizga berilgan aqldan iborat bu ulug' sovg'atgacha tutishidi. İnsanning alaqdan yaratilganligiga bizning shunday bir sof ilohiy muhabbat va cho'nqur rishtadan vujudga kelganligimizni go'zal tushuntirib beradi. Shuna, iqra, ya'ni o'quv degan butunji vahiy quruq kitob o'qishlar emas, koinotdagi ma'nolarni bir-birine tutashtirishga qilingan chaqiriq. Aql va vijdon bo'lsa, Al-Akram bizni yuksaltirish uchun bergan haqiqiy qadr-qiymatimizni, ya'ni sharifimizni shakllantiradigan eng asosli ne'matlardir. Shuni aniq bilib olaylik. Haqiqiy sharaf va karomat degan suvda mang'ish, havoda uchish-tushdek xurofiy yoki sehrli ishlarda qat'iy emas. Amaliyotda biz erishadigan eng oliy karomat faqat to'g'ri yo'lda mangib, o'zimizning saf vijdoni bilan taqvodorlikda yashashdir. Oxirida sizlarga bir savol qo'yay. Bizga hech qanday hisobsiz shuncha ko'p ato qilgan yaratquchimizga qanday qilganda haqiqiy shukr qila olamiz? Yaxshimisizlar? Bu qaytimga tushuntirishimizda biz ilohiy saxiylik degan bu ajoyib cho'nqur o'qim ustida birga izlanamiz. Qani bunga cho'nqurlab kirib boqaylik. Xudo koinotni nima uchun yaratdi? Bu savol sizni o'ylantirib boqqanmi? Al-Akram qisqasi hech qanday tamasiz, badal talab qilmaydigan, mutlaq va cheksiz saxiyalik bilan ato qilg'uchidir. Bu intoyan qiziqarli selishtirma. İnsanlar bir nima bersak qaytirish kutidi. Ammo Xudoning saxiyaligi shartsiz va cheksizdir. Hamda koinotdan qaytib, biz har kuni ko'radigan oddiy, ammo karomat bir mo'jizaga, bir istakan suga qaraylik. Buni qanday bo'ladiganligini ko'raylik. Atomlar birikida, bulutlar yağmurga aylanib hayotlik beradi. Bu ana shu cheksiz saxiylikdir. O'ylab boqing, yer sharining ham o'z tanimizning dal 3dan 2 qismi mushu mo'jizaviy suvdan tarkib topgan. Tarixdeki kudretli padişah Harun Reşit bir istekan su için yarım padişahlığımı vererdim deb etraf kıllandı. Su shuncha muhim bo'lsa, endi tarixdagi eng buyuk voqeaga, insoniyatning yaratılışına bir nazar salaylik. Bu yerdeki en kızık nokta şu ki, elak sadece kan uyutması da emez, o insanın saf muhabbetten yaratıldığıdır. Xudo bizga aql, erkin iroda, koinotni tushunish qobiliyati va vijdondek tasavvur qilg'usiz qaltis qurollarni ato qilgan. Bu sharafni o'ylab bag'in. Xudo insonni shu qadar ulug'laganki, hatto farishtalarni bizga sajda qilishga buyurgan. Undaqda sizdan so'rab boqay. Bugungi mushu dunyoda haqiqiy sharaf va qadr-qimmat, ya'ni karomat o'zi nima? Haqqoniy karomat osmonda uchish yoki suvda mingishdek sehr emas. Shundaqla boshqalarni hayron qoldirishmu emas, albatta. Eng muhim nuqta shuki, biz insonlar uchun haqiqiy sharaf va karomat faqatla taqvolik va durust yashashdir. Xudo bergan mushundoq buyuk sharafni ozgina pul yoki martaba uchun qurbon qilib etish haqiqatan bakeshinishlik shundoq-ku. Oxirida o'ylanib boqaylik. Siz Xudo ato qilgan bu buyuk qadr-qimmatga loyiq haqiqiy karomat bilan yashamisiz? Ko'pchilik yaxshimisiz? Bugungi koinotning qanday qilib ilohiy sexiylikning buyuk aynakiga aylanadiganligini so'zlab o'tamiz. O'ylab boqing, agar usuzlikdan o'la deb qolsangiz, bir stakan suv uchun yarim boyligingizni beramitingiz? Albatta beratingiz. Kainat xuddi bir g'oyat zo'r aynakka o'xshaydi. U dal mushu cheksiz ilohiy sifatlarni aniq aks ettiradi. Atrofga qarang. Bizdeki yig'a, kulka, hatto boylik va nomratlikning hammasi shu buyuk qudratning namoyandasi. Al-Akram degan nima? U hech qanday badal talab qilmay, yo'qlikdan yaratadigan cheksiz sexiyalik manbasidir.
Bizning yaxşılığımız hesaplıq, şundaqmı? Amma ilahi sexiylik bütünley çeksiz. U hech qandaq təmə yoki mənfəət kütməydi. Bu çəksizlikni texmi yaxşı tushunish uchun keling, oddiygina bir tomchi suvning mo'jizasiga qaraylik. Suning atomlardan birikib, bulutlar orqali milligan chaqirim to'shilishi nima degan hayron qolarliq zarayan ha? Bak karamat. Tarixdə bir dana vəzir Xəslib Xəlif Harun Rəşəddən munda qiziqarlıq bir sual sorğan ekan. Agar suvsizlikdan canınız qalsa, bir istakan suv uchun yarım padişohlığımızı beremidingiz? Padişoh ikilenmey hə debdi. Agar ichgan shu suvni badaninizdan chiqara olmasingizchi, albatta, qolgan yerim padişohligini berishga majbur bo'laddi. Ko'rdingizmi? Dunyodagi eng qudratli padişohlikmi? Amaliyotda faqat bir istakan suvga baravar keladigan. Undaqda reallikqa qaytayli. Biz bu cheksiz, sharsiz ilohiy sexiylikqa qandaq javob qaytarishimiz kerak? Bu yerde hakiki keramet okumu ortaya çıkıyor. Keramet, sihirgerlik değil de belki doğru, yakşı insan olmaktır. Beziler keramatını suv üstüden miniş yoki uçuş deb xatovalab qiladi. Ammo sharab shumi? Fizika qonuniga xiloflik qilish sharab emas. Oddiy xana chivimi o'chalaydi, balkim bu suvda ezalaydi, shundoqmi? Haqiqiy karomat va sharaf ilohiy yetakchilikka uyg'un keladigan to'g'ri ham axloqli hayot kechirishdir. Şoňa bu tengdashsiz sexiylikni tushunib, taqvodorlikqa qabul qilib, ichimizdagi eng yuksak yoshurun kuchni uyg'aytayla. Oxirida o'ylab baqing, bu cheksiz sexiylikni qadrlamsiz yoki haqiqiy sharafingizni quruq xom xiyollarga tegishimsiz? Yaxşımısılar, bugün Allah'ın en güzel isimlerinden El-Ekrem, yani çeksiz sehiyeliknin sırrına birlikte çonkur nazar salamaz. O'ylab bakın, biz nima uchun mutlaq yo'qlikdan vujudga keldik? Bu hammamiz so'rashga tegishli bek muhim bir savol. Biz insanlar menfaat kütüp var nersiden veririz. Ama Allahçı o hiç kandak bedel kütmezden yokluktan yaratıp atakludu. Demek bizim mevcutlukumuz bizi erişken hak emez, belki yaratıcı El-Azim'nin bizge bergen saf ve şartsız sovgasıdır. Bunu addiygina su arkalık düşünelik. Biz künde iştiğen bu sunu fakatla addi nerse bip kalman. Uyalan Allah yandığan ve köydürüdügan 2 kil gazını biriktirip, onu hayatlık suyuga aylandırıp, bizge yağmur kılıp yağdırdı. Nihayeti qaltis söz. Şundaq mı? Bütün bir imperiya ameliyata bir yutum suğumu tetemaydı. Bu zadı qandaq çeksiz merhamete. Kainatın yenip emdi bir vasita özümüzge karayılı. Biz insanlar zadi kandak yaratıldık. Biz şu sap ilahi muhabbetten yaratılgan. Elaq sözü fakat tovrelme degenlik emas, belki onun yıldızı muhabbet verişti degen manada. Biz del şu muhabbetni mahsulü. İqra quruq oquşla ames, belki kainattaki sırlarını birbirine tutaştırıp, yaratqıçını hakiki tanışqa qılıngan uluq çakırıqtır. Şundakin, en muhim bir noktaga geldik. Hakiki keramat, yani hakiki şeref degen zadın neme? Havada uçuş kuşlarının işi, hakiki keramet ve şeref, hayatta doğru yolda müstehkem ve tik mengiştir. Bu ulu söz bizde şunu eni kokturuyor ki, en çok mucize ve şeref aslında doğru, takvadar yaşamaktır. Biz fakat muşu takvadarlık arkalıyla özümüzün kadir kımmatını tapalayabiliriz. Çünkü bu bizim ilahi şerefimizin birden bir açığı. Allah bizge bergan aql, vicdan ve iradaga qaran. Bular aşu bizni periştelerden hem ustun kıladigan alahida sovgalardır. Lekin takvadarlık bulmasıçı, undaqda biz derhal öz şerefimizni yoqatıp, pulunun, nefsinin ve başkalarının kulluğa aylanıp kalamız. Kısası, takvadarlık xuddi yağmurdek içimizdeki ilahi yoşurun kuchlarini uyqutup, bizni haqiqiy insan qiladigan hayatlık suyudur. Biz shuncha muhabbet bilen shartsiz yaratilgan turuluqluk yana aşu El-Ekremge nenkor bo'lamizmi? Buni cho'nqur o'ylanib boqaylar. Yaxshimisiz? Uyghur Plays'ga hoş kelibsiz. Bugün biz yaratquchining en güzel isimlerinden biriga birlikte cho'nqur cho'kimiz. O'ylab baqing, siz tixi yo'qdingiz, qanday qilib yaratilishini talab qila olasiz. Demak, mavjudligimiz bizga berilgan eng büyük tunji sovg'atdir. İlahi isimler quruq so'z emas. Ular bir aynak. Çünkü yaratquchining bevosita nurunu kütürüşke bizning ko'zimiz acizlik qiladi. Al-Akram, del şu nurlarının biri. O hech qandak bedel yoki shart talab qilmaydigan, yo'qlikdan bar qiladigan cheksiz sehriylik. Biz insanlar köpünce bergimizi saylarız, bedel küteri şundak mı? Emma ilahi sehilik bütünlere şersiz, çeksiz, hiç nime kütmedi o. İşenmemsiz. Ondaqda bu cheksiz mehribanlığının addiyığına bir tamça suda kandak nomayan boluduğanlığına qarayla. Acayip mucize.
kuyguchu ve asan ot alıdığan iki xil gaz birikip hayatlık suyga aylandıdı. Andan asmanga örlüdü. Andan o bulutqa aylanıp, kökte laylap yürüp, nerede hayatlık gerek bolsa, del şu qaqas yerge yığıp beredi. Harun Raşid'nin hikayesini anlagan mı? U özünün pütkül selteneti ve baylıqının faqatla bir istakan suğa tetiydiganligini düşünüp yetken. Sudan sözlep geldik. Lekin sudan mı bakarak bizge berilgen en büyük sovgat bizning yaratılışımız ve aklımızdır. Bilemisiz, elak sözü kan uyutmasıdan başka yine çonkur muhabbet degenini mi bildirdi? Demek biz pekat maddeden emes, muhabbetten yaratılmamışız. Oku. Bu, Kur'an'daki tuncu vahiy. Bu alemni közetip, aklımızı işletişimiz üçün verilgen nimi degen ali taklif ha? Koruş üçün köz, yorutuş üçün nur, oylanış üçün akıl. Alemni okuşumuz üçün bizge hamma narsa haksız berilgen. Şunça köp, şunça güzel nimetlerini aldık. Ondakta oylap bakınca insanını zaten neme hakiki ali canap kılıdı? Asmanda uçuş, suda menişte köz boyamcılıklar emez elbette. Hakiki mucize bolsa, samimi, intizamlık ve güzel ahlak bile yaşaştır. Kıskısı, bu del tekva, yaratkuçudan ağah bulup, özümüzdeki ilahi yoşurun güçünü toğra cari kıdırış en ali mertebedir. Xuddi Qur'onda deyilgandek, sizning yaratquchi oldidagi eng hurmatli yeriniz boylig'ingiz emas, balki sizning taqvodorligingiz, ma'naviy go'zalliginizdir. Siz, muşundak sap, çeksiz mehribanlıktan yaratılgan. Bugün bu güzellikiniz kandak kodaysız. Oylanıp bakın, kenci katım körüşüşçe aman bulun. Yaxshimisiz, Uyg'ur Plays'ning qiymatli ko'rinmanlari. Bugungi bu tushuntirishimizda biz Mustafa Islamoğlu'nun ilahiy saxiylik to'g'risindagi bekle cho'ng'ur bir qism qarashlarini parchalab tushunib chiqamiz. Gapni ko'p qilmay bevosita mazmunga kiraylik. Amsa, munda bir savoldan boshlaylik. Biz ko'rinmaydigan zotni qanday ko'ralayim? O'ylab boqinglar, ba'zida nur bak kuchli bo'lib ketsa, ko'zimiz qamishib, hech nimani ko'rolmay qoldi. Shundaq-ku, xuddi shuningga o'xshash, yaratquchining nuri shu qadar kuchlikki, bizning bu cheklik ko'zlarimiz uni bevosita ko'rolmaydi. Ammo bu biz uni taniyolmaymiz deganlikmi? Albatta yo'q. Dal mushu yerda manbadagi bak qaltis bir cümle köz oldimizga keladi. Kainat mükemmel bir aynektir. Yani etrafımızdaki her bir narsa, meyli bir tüp daraxt, bir tamcı su, hatta kişilerinin yüzdeki tebessüm yoki köz yaşı bolsun, bularının hammasi aşu ilahi süfetlerini körsetip biridiyen bir aynektir. Aşu eşyalara karış arkalık biz andan onundaki aks etken nurunu his kılalaymiz. Bu nuqta bizni Mag'ritulloh deydigan bir atalg'iga yetaklaklab keladi. Bu nima deganlik? Addiy qilib aytganda, yaratqichini tunish bilimi. Bu bilim xuddi iymon daraxtining eng astidagi yiltizga o'xshaydi. Yiltiz bo'lmasa, daraxtda shaxmi, mevami bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunga Allohni tanimay, uning sifatlarini tushunmay turib, qilingan ibodat to'liq bo'lmaydi. Chunki odam tushunmagan narsasiga haqiqiy yuzlanolmaydi. Amsa keyingi qismga o'taylik. Mutlaq saxiylikning ma'nosi, ya'ni al-akram sifatini tushunish. Buni tushunish uchun ilohiy sehriyeliğini biz insanların sehriyeliğine seliştirip bakaylı. Biz ademler bir nerse versek, adetle aldı kaynını hesaplayımız. Birer kayturma payda kütümüz, ya ki fakat özümüzde bar olgan dersine ne verimiz. Ama el-ekrem bolgan ilahi sehriyelik, bütünleyi başkaça. O yokluktan bar kılır. Oylap bakına, o beriş üçün avval kabul kılguçunun özünüyle yokluktan yaradır. Hiç neme kütmeydu. Çeksiz berir. Bek karamet şundaku. Bunu teximi eniq ko'rish uchun keyingi qism suvning mo'jizasi, ya'ni kimyodagi sexiylikka nazar solaylik. Bu quruq bir teologiyalik gaplar emas. Har kuni ichivotgan bir istakan oddiy suvni misolga olaylik. Uning tarkibi nima? 2 dona hidrogen va 1 dona oksigen atomi. Qiziq yeri shuki, bu iki gaz ayrim turganda kuyishga moyil, xatarlik portlatgich gazlar. Lekin dal mushu iki xatarlik elementga shundoq bir mukammal tartish kuchi berilganki, ular birikib o't o'chiradigan, bizga hayotlik beradigan suvga aylanadi. Mana bu ko'z oldimizdagi mutlaq saxiylik. Uning ustiga bu saxiylik shuning bilanla to'xtab qolmaydi. Qaranglar, suv porg'a aylanib osmonga ko'tariladi. Andan bulutlar xuddi yiroqdan boshqariladigan bombadek aniq yo'nalish bilan ehtiyojliq bo'lgan yerlarga yomg'ir tashlaydi. Hatto shu biz qo'rqadigan yer tavrashishlarimi ba'zida dal biz ichadigan suvni saqlash uchun yer ustida tabiiy suv omborlarini shakllantirib beradi.
nima degan hayron qolarliq sistema, ha? Әмді bu reallik bizni tarixdagi bir qiziqarli voqeaga yetkazadi. Bunday o'ylab boqing. Sizningcha yarim podshohlikning qiymati qanchalik bo'lishi mumkin? Tarixda bir olim eng qudratli imperatorlardan xalifa Harun Rashiddan bunday so'raydi. Podshohim, agar qumliqda ussizlikdan o'lay deb qolsangiz, faqat bir istakan suv uchun nengizni berarsiz? Xalifa hech ikkilanmay, butun podshohligimning yarmini beraytin deydi. Buning bilan olimning yekini oddiy hamdal joyiga tushadi. U daydiki, Ondoqda sizning shuncha chong, Xitoylar hal qilgan qudratli imperiyangizning butun qiymati asosiy jihatdan aran bir istakan suvga tetiydi ekanda. Qaranglar, biz shu bir istakan suv uchun yetarli rahmat aytib bo'la olmayotganda, boshqa narsalarga shuncha mag'rurlanib ketishimiz baklay kulkilik, shunday emasmi? Maqul hamda sal ichkirilab, insonning zehniy dunyosiga nazar salayli. Bu bo'limning temasi tunji buyruq, o'qish va bog'lash. Bilasizlar, Qur'ondagi eng tunji buyruq o'qib bo'lgan. Lekin bu o'qish biz o'ylab qolgandek faqatla qog'ozdagi xatlarni o'qish kerak degandikmi? Albatta yo'q. Bu yerda ijmo degan bir chunqur tushuncha bor. Ya'ni to'plash, parchalarni bir-biriga bog'lash, koinotdagi hodisalarni bir yerga jam qilib, shu orqali yaratuvchini ko'rish va tanish jarayonini ko'rsatadi. Buni texmi oddiy tushundirsak, yuzaki o'qish bilan ma'naviy o'qishning farqi xuddi oyga ko'rsatayotgan barmoq bilan oyning o'ziga o'xshaydi. Yuzaki qaraydigan odam faqat barmoqqa qaraydi, narsalarni ayrim-ayrim ko'radi. Ammo ma'naviy o'qishni biladigan odam barmoqqa emas, barmoq ko'rsatayotgan oyga qaraydi. Butun manzilni ko'radi va dunyodagi har bir zarrachining yaratuvchiga opiradigan bir alomat ekanligini his qiladi. Mana shunday o'qishni bilgan inson andan haqiqiy ma'nida o'z qiymatini topadi. Shuning bilan bugungi temamizning eng yuqori pallasiga keldik. Ya'ni karomatning, haqiqiy insoniy qadr-qiymatning asosiy ma'nosi. Biz doim karomat yoki mo'jiza desak, nimani xayol qilamiz? Osmonda uchish yoki suvning ustida mingish degandek xayoliy narsalarni. Shunda-ku, ammo manbada nihoyat kuchli bir nuqta o'rtaga qo'yilgan, qushlarimo osmonda uchudi, baliqlarimo suvda uzalaydi. Bundak fizikiylik ishlar insonda berilgan haqiqiy karomat emas. Haqiqiy karomat zodi nima? U insonning har xil qiyinchilik va sinoqlarga qaramay, to'g'ri yo'lda mustahkam taqvodorlik bilan yashashidir. Shunga, mushu bir jumla so'z bugungi butun temani yakunlab beradi. Haqiqiy karomat taqvodorlikdir. Biz farishta bo'lishga tirishmasligimiz kerak. Alloh bizga aql va vijdon berib, Allohqachon eng yuqori darajadagi izzat hurmatni ato qildi. Shunga faqatla inson bo'lish mohiyatimizni yo'qotmay, aktiv holda taqvodorlik bilan yashashimiz biz yaratalaydigan eng buyuk mo'jizamizdir. Bugungi tushuntirishimizning oxirida hammamizni cho'ng'ur o'yga soladigan bundaq bir savol bilan sizlarga yuzlanmoqchiman. Siz eng yuqori qadr-qiymat bilan yaratilgan, ammo siz nimaga qul bo'lyapsiz? Biz bir az pulga, amal mansabga yoki shuhratga qul bo'lib qolyotamizmi? Yoki bizga shuncha sihiyliklarni ata qilgan shu Al-Akramga yuzlanyapmizmi? Bu har birimiz o'zimizdan so'rashga tegishlik eng muhim hayotlik savolidir. Vaqtinglarni chiqarganlarga rahmat. Bu Uyg'ur Please tushundirishi edi. Keyingi qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur Please programmamizga xush kelibsizlar. Bugungi qaytimliq izlanishimizda biz abstrakt va tasavvur qilish qiyin bo'lgan ilohiy tushunchalar bilan dal o'zimiz yashayotgan kundalik real hayotimizni tushtirib boqamiz. Biz yaratuvchining tasavvur qilg'usiz darajadagi cheksiz sehiyligining bizning hayotimizda qanday aks etadiganligini ko'rib chiqamiz. Qani esa bu ajoyib safarni darhol boshlaylik. Bugungi suhbatimiz intayan kurulmalık oldu. Asaslıkı 5 noktanı görüp çıkıyor. Birincisi ilahi eynek, ikincisi en sekizzat, üçüncüsü su mucizesi, dördüncüsü muhabbetten yaratılgan insan ve ahirede hakiki insani kadir kıymet. Biz yaratıcının çeksizlikinden tartıp halkınımızdaki bir tamca suça, andan insanın yüreğine kadar acayip bir sefer kılıyor. Birinci bölüm. İlahi eynek. Çeksizliknin his kılış. Munaqtir o'ylanib baxina, bizning bu cheklik aqlimiz zodi qonda qilib cheksiz va cheki yo'q yaratqushni toniya oladi va tushuna oladi. Ana shu yerda asmo, ya'ni ilohiy ismlar o'rtalig'iga chiqdi. Yaratqushning realligi xuddi ko'zni qamoshtiradigan intoyin kuchli bir nurga o'xshaydi. Uningga bevosita qaraysak ko'zimiz ko'rmas bo'lib qolishi mumkin.
Ammo biz yashayotgan bu fiziklik koinot ajoyib bir aynakning rolini o'ynaydi. Shunga biz bu koinotdagi o'simliklar, hayvonlar va tabiat orqali Xudoning sifatlarini bexatar holda his qila olamiz. Bu nima degan fasohatlik bir metafora, ha? İkinci bölüm. En sehi zat. El-Ekrem'nin manası. Undaqda biz daim anlaydigan El-Akrem degan söz zodi nima ma'noni bildiradi. U eng sehi, cheksiz marhamat qilguvchi deganlik. Biz bu yerda kundilik turmushdagi odatdagi bir yordam haqida to'xtalmay vartaymiz. Yo'q, bu yerdagi sehilik butunlay hisobsiz, cheksiz bo'lib, hech qanday oldingi shart talab qilmaydi. Yaratquchi barliq mahluqotlarga hech qanday badalsiz ana shunday sehilik bilan ato qiladi. Hamda biz insanların sehiliği bilen ilahi sehilikni bir seliştirip bakalım. Biz insanlar birer nerse verdiğinde doğrusunu eğitkanda köpünce hallarda hesaplaşırız. Şundakla bedel ümit ediriz ya ki birer eğiz mahtaş götürürüz. Hatta bazıda kaz keli digen yerden tohu ayımayız. Ama ilahi sehilikçi o bütünlüğe çeksiz. O hiç ne mekütmeyedi. Meyli siz şükür kalın, meyli nankörlük kılın, o bergen nimetini hemmege okşaşla ata kılıverirdi. 3. bölüm. Su mucizesi. Bir tamçıdaki sehilik. Bu nazariyelerini az reallik kayıtlayalım. Mesela suya karın. Sunun yaratılışı kanda bir mucize he. Birinciden ot alacağın ve köydüreceğin iki hal gazdan yani hidrojenle oksijenden ot öçürecek su varlıklığa geliyor. Andan o bulutlara çıkış için gazı ayrılır. Üçüncüsü bu bulutlarda ihtiyaçlı kalgan kacırap ketmiş topraklarını tepip varıyor. En altısı yer tevrilişleri arkalık, yer altında gayet zor taşambarlar oyulup şu sular biz için saklanıyor. Mana bu tabiattaki hesapsız ve çeksiz berişin tepik namayendesi. Bunun kıymetini düşünüş için Halife Harun Reşit'nin meşhur hikayesini esleyip öteyelim. Bir günü bir alim onundan sormuş da o mundak cevap bergen iken, bir istakan su için padişahlığımın yerimini bererdim. Eğer şu suyu bedenimden çıkaramasam yine kalan yarımını da bererdim. Oyla bakın, şu zamandaki dünyanın yarımını kontrol kılıp turgan kudretli padişah mı, özünün pütkül seltenetinin ahir hesapta pek tela bir istakan suya tegişiden yetleyini çüşünüp yetken. Dal şu yerde özümüzden sorap bakdığan bir noktalık sual var. Eğer bir laystikan suda şunca köp kuvvetlik merhamet, incike layiha ve köyünüş bolsa, undakta alemin gül tacı bolgan biz insanların yaratılışı çu. Onun da kançılık mehri boluşu mümkün? 4. bölüm. Muhabbettin yaratılgan insan. Elek sözünün yuşurun manisi. Kur'an'daki elak sözüne karayalım. Adette biz onu tohtap kalmış kan yaka türülme dep tercüme kılıyoruz. Ama kadimki Arap dili lügatlarına karayacak olursak bu sözün yıldızında bir acayip mena yoşurunganlığını görüyoruz. Bu pekala biyolojik bir ukum emez. Belki o kalbe bağlanmış çoğunkur muhabbet, mehribanlık ve alaka dediğin menayı bildiriyor. Bu demeklik insan pekala soğuk bir biyolojik cereyandan da emez. Belki yaratkucunun çeksiz ve saf muhabbetinden yaratılmış degenlik. Şuğa muşu noktanı esimizde mehkem tutayla. Xudo sizni, meni ve pütkül insaniyetini çoğunkur muhabbet ve mehir şefkatten yarattı. Bu en sehi zatının sihirliğinin bizdeki en âli ifadesi. 5. bölüm. Hakiki insani kadir kıymet. Keramete kaydıdan eniklama beriş. Biz cemiyette keramet degen sözü köp anlayımız. Ondakta keramet zade ne mi? Keramet, yaratılgıcı tarafından insaniyete yani bizge atagılınan tuğma izzet hormet ve kadir kıymettir. Onu fakat özümüzün ruhani uyungumuz ve takvadarlığımız bilenle kugdap kalalayız. Efsüs ki biz köpünce hallarda bunu hata düşünüp alıyoruz. Biz daim kerametini bir kısım sihirgerlik yoki acayip işler bilen aralaştırıp alamız. Bazıları havada uçuşunu keramet deydi. Ama kuşlar aldı burun havada uçuvattı emez mi? Yana bazıları su üstüde mengişini keramet deydi. Halbuki balıklar suda bizden mi usta üzeleydi? Yoki palçılık kılışını keramet deyimiz. Yok. Bular katiyle hakiki keramet emez. Bu fakatla köz boyamcılıktır. Undakta hakiki keramet zadi ne mi? Meşhur İslam alemi Haris el-Muhasibi bu torusunda nahayetini kılıp keramet takvadır degen. Yani doğru yolda mengiş, durusluk ve oz kıymetini biliştir. Bizning hakiki mucizemiz havada uçuşumuzda emez, belki yaratkucuga bolgan sadıklığımız ve real hayattaki katiyelikimizdir. Maddiyatka çoqunuş bilen hakiki kadir qimmatni oylab bakın.
Agar siz pulga, amal, mansabga yoki boshqa odamlarga faqat ularning qo'lidagi narsalarga erishish uchun bosh eksangiz, o'zingizga berilgan shu oliy qadr-qimmatingizni 5 pulga arzon qilgan bo'lasiz. Ammo haqiqiy qadr-qimmat, ya'ni taqvodorlikchi. U sizning eng oliy sharafingizni uyg'otadi. Sizni insoniyatning eng yuqori pallasiga ko'tardi. Shuning bilan bugungi suhbatimizni mushu kuchli savol bilan oxirlashtirmoqchiman. Yaratguvchi sizga cheksiz muhabbati orqali yuksak qadr-qimmati ato qilibdi. Undaqda shu haqiqiy sharafingizni qaytarib kelish uchun bugun siz hayotingizdagi qaysi moddiy zanjirlarni uzib tashlaysiz? Bu savol ustida o'ylanib boqishingizni umid qilaman. Keyingi qaytimliq Uyg'ur Place programmamizda ko'rishguncha o'zingizning qadrini bilib yashang. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Yaxshi, so'zni ko'p uzartmay bevosita temaga kiraylik. Uyg'ur tilidagi ko'rurmanlarimiz uchun maxsus tayyorlangan bu qiziqarli tushuntirishimizga xush kelibsizlar. Bugun biz birlikda ilohiy sekiylikning, ya'ni Al-Akramning zodi qandoq cho'nqur ma'noga ega ekanligini aytib beramiz. Tayyormisiz? Qani, undaqda boshladik. Eng avval shuni bilib olishimiz kerakki, butkul koinot Allohning go'zal ismlarini, ya'ni asmoni aks ettiradigan g'oyat zo'r bir aynakka o'xshaydi. O'ylab boqing, yaratquchining nuri shunchalik kuchliki, biz uni o'z ko'zimiz bilan bevosita ko'rolmaymiz. Lekin dal mushu asmo aynaki orqali uning ko'rinmaydigan nuri biz yashayotgan mushu real dunyoda biz ko'rayotgan mavjudotlar orqali namoyon bo'ladi. Bu yerde tuptoğra kalemize geldiğin intayi güzel bir sual var. Eğer Huda bizim görüş dairemizden bütünlüğüyle halkıp gitmiş bolsa, onu zadik kanda köreleyiz. Bunun cevabı oyladığımızda mı oldukça addi. Biz etrafımızdaki tabiatta yüz veriveratken mucizelere, alametlere karaymış, onları okuş ve düşünüş arkalık, onların arkasındaki yaratkucuyu görüyoruz. Bugungi asoslar temamiz bo'lgan alohida ilohiy ism Al-Akram dal mushu nuqtada haqiqatan qiziqarliq bir ma'noni beradi. U addiyli bir sekiylik emas, balki qiyossiz, mutlaq va shartsiz eng sehiy zot degan ma'noni bildiradi. Odatda biz insonlarning sehiyligi asosan degudik ma'lum bir narsaga erishishni kutadigan bir xil savdoga o'xshab ketadi. Biz hech bo'lmaganda bir og'iz rahmat o'nglashni umid qilamiz. Shundaqmi? Ammo ilohiy sehiylik butunlay boshqacha. U hech qandaq, hatto zarrachilikmi bir narsa kutmaydi. Aksincha, faqat va faqat berish uchunla yo'qlikdan bir narsani yaratadi. Bu haqiqiy ma'nodagi mutlaq sehiylikdir. Mushu yerda to'xtab ovdan o'ylab boqaylik. Bizning bu dunyoga kelishimiz, ya'ni bizning mavjudligimiz dal Al-Akramning eng ulug' saxiyaligining isboti emasmi? Siz bu dunyoga kelishdan burun biror yaxshilik qilganmidingiz? Yo'q, chunki siz tex yo'q edingiz. Yaratquchi sizga hayotligini qaytarma shart bilan emas, balki faqat berish uchunla sizni yo'qlikdan bor qildi. Endi diqqatimizni har kuni biz ko'rib turadigan, balkim ba'zida sal qaraydigan bir fizikalik reallikqa, ya'ni suvning mo'jizasiga qaratsak. Bilasizmi? Suvning ilmiy qurilmasi bizga ilohiy sehiylikning ajoyib bir hikoyasini so'zlab beradi. Tasavvur qilib boqing, o'zi yonadigan va qo'ydiradigan ikki xil xatarlik gaz birikib hayotlik suvga aylanadi. Andan u yer tartishquchini yengib osmonga ko'tariladi. Bulut bo'lib qiytalardan xalqib uchadi va yer tavrishlar sababidan ochilgan tog' yo'chiqlarida bexatar saqlanib, oxiri bizga suniladi. Bularning hammasi shunchalik injiga planlangan tangdashsiz bir sehiylik mo'jizasidir. Texmo hayranqalarlıqı, yaqin tajribalar suv molekulalarının aktiv, yaxshi so'zlarga va niyatlarga qurilmalik jihatdan inkas qaytaradiganligini isbotladı. Shundoq, suv go'yoki tirikdak bizning so'zlarimizga quloq soladi. Siz güzel so'zlarni qilganingizda suvning kristal shakli go'zallashadi. Bu suvning o'z yaratılışısı bilan bo'lgan ilohiy bog'lanishni qanchalik aks ettiradiganligini ko'rsatmaymi-du? Bu sehiylikning qiymatini texmi aniq his qilish uchun bir tarixiy voqeaga nazar solaylik. Dunyoga dangliq xalifa Harun Rashidni ko'z oldingizga keltiringlar. Bir qatim uningdan agar siz cho'lda ussizlikdan o'lay deb qolsangiz, bir stakan suv uchun nemingizni beritdingiz deb so'ralganda, u ikkilanmasdan o'zining butun imperiyasining tang yarmini, ya'ni 50%ni berishga rozi ekanligini e'tirof qilgan. Shu chog'da uning donar vaziri yana bir savolni so'raydi. Agar shu ichgan suyingizni badaningizdan chiqarilish uchun yana qiynalib qolsangiz-chu, xalifa, qolgan yerim imperiyamni beratdim dedi. Vazirning javobi intayan o'rinli edi. Demak, sizning butun imperiyangizni qiymati faqat bir istakan suvga tekinar ekanda. Qarang,
bu bizga el akramning har kuni bizga berayotgan haksiz sehiyligining tasavvur qilg'usiz darajada qimmatli ekanligini eslatdi. Albatta, bu saxiylik faqat tabiatning o'zida emas, balki muqaddas kitoblarda mu aks etadi. Kelinglar, Qur'ondagi tunji vahiy tushgan Alaq surasini bir qaraylik. Biz doim iqra, ya'ni o'qu degan so'zni anglaganda faqat bir kitobdagi tekstlarni da o'qish deb o'ylab qolamiz. Ammo u amaliyotda uningdanmi cho'nqur ma'noga ega. U o'z navbatida koinotning parchalarini yig'ish, hodisalarni bir-biriga tutashtirish va dal shular orqali orqadagi yaratquchini ko'rish deganlikdir. Demak, koinotni o'qish, dal yaratquchini tanishtirish. Shuning bilan birga, klassik arab tiliga asoslanib, Alaq so'zini qaytadan ma'nolantirib boqaylik. Ko'pincha kishilar uni oddiy bir qon uyutmasi deb tarjima qiladi. Lekin uning tomorida muhabbat va mehrlik rishta degan go'zal ma'nolar yoshirilgan. Bu deganlik Al-Akram insonlarni mutlaq sof mehr muhabbatdan yaratgan. Mana bu nuqta bizni bevosita o'zimizga elib keladi. Yaxshi, undaqda bu xil ilohiy saxiylik bizni insoniy qadr-qimmatimizga, ya'ni karomatga qanday aylanadi? Qur'onda nihoyatda aniq qilib, biz odam bolalarini ulug' qildik deb bayon qilingan. Siz Alloh tomonidan aql, erkin iroda va o'g'inish iqtidoridagi oliy ne'matlar bilan tubdan hurmatga, ulug'liqqa sazovor qilindingiz. Siz odatdagi bir maxluqot emas, lekin obdan o'ylab boqing. Bizning kundalik turmushimizdagi haqiqiy karomat, ya'ni mo'jizaviy hurmat zaddimi? Ko'pinchamiz karomat degan so'zni anglasaqla, darhol butunlay boshqacha, sehrlik bir narsalarni o'ylab ketamiz. Shundaqku, ammo ishning haqiqati shuki, haqiqiy mo'jizalar osmonda uchish yoki suv ustida mengish degandek sehrgarlik o'yinlari emas. Ular to'g'ri yo'lda qat'iy mengish va axloqli hayotni davomlashtirish, ya'ni istiqomatdir. Qushlarmu osmonda uchadi, biliqlarmu suvda yuzalaydi. Shuningga bir insonning haqiqiy mo'jizasi qiyinchiliklarga qaramay to'g'ri yo'lda qat'iy turishdir. Shuni biz kishilarni ozdiruvdigan bu xil saxta ko'z bo'yamchiliklar bilan Qur'onda belgilangan haqiqiy karomatni butunlay farqlantirishimiz kerak. Haqiqiy karomat deganimiz dal taqvodir. U o'z prinsipida qat'iy turish, poklik va yuksak insoniy axloqdir. Yaxshi, biz nurg'un misollarni so'zladik. Hamda bu o'rganganlarimizning hammasini eng oliy sehiylik degan mushu bir nuqtaga yig'ib xulosalab boqaylik. Allah bizni tug'ilishimiz dilla, ya'ni fitratimizda yaxshilikqa va taqvoga mos qilib yaratgan. Sizning ichingizga Allohga qachon shu ilohiy sehiylik urg'lari terilgan, ammo uning beh surib chichaklashi uchun sizning aktiv tanlashingiz va go'zal axloqingiz kerak bo'ladi. Mana shu taqvo dal ichingizdagi shu urug'larni uyg'otib ko'kartadigan hayotlik suyudir. Qarang, bizni tamoman yo'qlikdan bar qilishdan tartib, har kuni bizga hayotlik beg'ishlaydigan suv mo'jizasigacha, shundaqla bizga koinotni o'qib tushunish uchun berilgan aql va inson bo'lishdagi tabiiy izzat hurmatni ata qilishgacha bo'lgan har bir nuqtada Al-Akramning bizga ata qilgan iltifotlari va sehiyligi haqiqatan cheksizdir. Oxirida men sizga mushu o'ylantiradigan cho'nqur bir savolni qoldirmoqchiman. Yaratquchingiz sizga shunchalik intahoy yuqori qadr-qiymat va izzat berdi. Shunga o'tinib qolayli, bu o'tkinchi material dunyosiga, mansabga yoki pul boyliqqa qo'l bo'lish orqali o'zingizga berilgan bu ulug'liqni arzon qilib o'tmang. Yaratquchingiz sizni ulug' qildi, ammo sizcha, siz o'zingizni ulug'lab o'z qadringizga yetanamsiz? Bu haqda jiddiy o'ylanib boqing. Keyingi qaytmalik tushuntirishimizda ko'rishuncha omon bo'ling. Yaxshi, buningga cho'nqurlab kirib boqaylik. Bugungi bu tushuntirishimizda biz mutlaq va cheksiz sehrlikning zodi nima ekanligi to'g'risida so'zlashimiz. Bu faqatla oddiy bir o'qim emas, balki bizning butul koinotni va hatto o'zimizni tushunishimizni butunlay o'zgartiradigan bakla cho'nqur bir haqiqat. Qani, birlikda bu ajoyib safarga atlanaylik. Başlanışta size mundak bir sual koyup bakayım. Siz pek yok bir ile istikan su için neyinizi berer ediniz? Tarihteki en kudretli padişahlardan biri olan Harun el-Reşid'in hikayesi esinizde mi? Bir günü bir alim onundan, "Padişahım, eğer siz bir tamça suya mı zar olup kalsanız neyinizi berer ediniz?" dep sorduğunda o ikilenmeyle padişahlığımın yarımını dep cevap veriyor. Andan alim yine, "Undakta şu suyu işkenden keyin sırtka çıkaramasanız çu" deydu. Padişah ne degen deysüz, "Kalan yarımından bu berer edeyim" döydu. Bir oylap bakana,
Bütün bir impereya, mahallemizdeki addi bir estikan suga ve onu tabiatsal halde sırtka çıkarışıkla tegiladu. Bu, biz günde sel qaraydigan aşu nehmetlerin ne kadar kıymetli ekenliğini hakikaten düşündürüp veriyor. Şundak mı? Birinci qism Al-Akramining ma'nisi. Kelinglar, mutlaq sehiylikni tushunib boqaylik. Hamda buningdek eng qiziqarli yeri shuki, Al-Akram degan bu ism faqatla sehiy deganlik emas, balki u en sehiy, chaksiz va mutlaq sehiylikning manbasi deganni bildiradi. U bizga o'xshash bor bo'lgan narsalarla boshqalarga bermaydi. Yo'q, u beriladigan shu narsaning o'zini asli yo'q yerdan, noldan boshlab yaratib, andan ato qiladi. Hech qanday badal talab qilmaydi, qaytarishni umid qilmaydi. Bu haqiqatan tasavvur qilg'isiz bir karam, shundaqmi? Buni yaxshiroq tushunish uchun insonlarning sehiyligi bilan ilohiy sehiylikni bir selishtirib ko'raylik. Biz insonlar bir kishiga bir narsa bersak, to'g'risini aytganda, azroq bo'lsa-mu hisoblashmiz. Hech bo'lmaganda bir eg'iz rahmat anglashni umid qilamiz. Shundaqmi? Uning ustiga biz faqat o'zimizda bor narsalarni berallaymiz, ammo Al-Akram bo'lgan ilohiy tabiatda bu butunlay boshqacha. O hech qanday shartsiz bo'ladi, hech nima kutmaydi va eng muhimi beriladigan narsaning o'zini mutlaq yo'qlikdan yaratib beradi. Bu ikkisi haqiqatan da farqli ikki dunyo. İkinci kısım sunun möcüzesi, bir tamçıdaki sehavetlik. Bu bizge şunu nihayeti canlılık yorutup verdi ki, haliki addi yine bir tamça sunun yaratılışı üçün mu, alem şumul bir hareket, kaltız bir tenkşiş kitidu. Bir oylap bakın, iki hidrojen atomuyla bir oksigen atomu acayip bir tartışış gücüyle birikidi. Andan su para aylenidu, bulut olup asmana kötürülüdü ve enik bir nişana yağmur olup yığıp kuru ölük yerlerini canlandırdı. Bu her güzme özlükünden olup kalıdıgan otomatik cereyan emez. Belki bu kadem mukadem mükemmel layihelengiş, tendaşsız bir mehir şefkat neticesi. Su yerge düşkende ondan hayatlık başlanıdı. Bunu hemmemiz bilimiz. Lekin siz şunu bilemezsiniz. Yeryüzüde fakat 1 santimetr kalınlıktaki munbet tuprağının şekillenişi için ne kadar 300 yıl vakt getedi. 300 yıl. Bu bizge ilahi sahiylilikning kolemini emez, belki onundaki şu tasavvur kılgısı savurçanlıkını ko'rsatib berdi. Su ve tuprağının bundaq mükemmel birikişi fakat addi bir tabiat hadisesiyle emez, belki bizge atalgan acayip bir soğuat ekenligi aniq. Su to'g'risi yeni bir hayran qalarlıq, hatta adamı çöştü degan bir haqiqat var. Yaponiyalik bir alimnin tezribesi köpçüliknin esinde bardı. Aşu tezribiga esaslanganda su molekülaları pekatla cansız bir madda emes iken. Siz suğa yaxşı, yıkımlık sözlerini qılganınızda su molekülaları acayip güzel, huddi gühere düktek şekillerge kiredi. Emma naçar, yaman sözlerini qılganınızda heliki güzel kurulumlar pütünley buzulup ketedi. Yani bizni orap turan ve bedenimizin asasi kısmını teşkil kıladıgan bu su, bizim sözlerimize, niyetlerimize trik avaz koşu diken. Tesavvür kılalamazsınız. Üçüncü kısım Ekra, yani kainatını o'qish, parçalarını birbiriga bağlash. Haqiqiy ishonch, quruq e'tiqod bilanla vujudga chiqmaydi. Bilim ve kainatni közetish imanning, yani ishonchning en chonqur yıldızıdır. Eğer bu yıldız bolmaydiken, derektin hiç kandak meyve kütkeli bolulmaydı. Küçlük bir hul ve şahlar mı bolmaydı? Biz neyge işini vatkanlığımızını enik, intayin çonkur bilişimiz gerek. Biz daima ikra degen bu sözü anladığında pek tala kolumuzdaki kitabı, yazılan tekstlerini okuş deple düşünürüz. Şundak mı? Lekin menbeler bizge şunu enik gösteriyordur ki onun tüp menası icma, yani yığış, parçaları birbirine biriktiriş degenliktir. O kainattaki her hil parçalarını, hadiselerini birbirine bağlamak arkalık aşuların kendindeki yaratkucuyu görüş ve düşünüş degen menanı bizdiriyordur. Demek bütün kainat biz okuydagan, biz tefekkür kıldagan, hayet zor bir kitap iken. Tontonchi qism, muhabbatdan yaratilgan, aloqaning haqiqiy ma'nisi. Hamda bundan qanday xulosa chiqadi? Kelinglar ko'rib boqaylik. Odatda biz alaq so'zini anglasak, göz oldimizga darhol ana qarnidagi biologiyalik qon uyutması yoki to'ralma keladi. Ammo qadimki til lug'atlariga qaraydigan bo'lsak, uning bakla hayron qolarlik, chunqur ruhiy ma'nosi borligini ko'ramiz. Qadimdagi so'z qalb uchun zarur bo'lgan muhabbat degan ma'noda qo'llanilgan ekan. Ya'ni bu faqatla quruq, jismsimon biologiyalik bir izohatla emas. Şunga bu yerdeki en hel kılıkuç nokta şu ki, eğer yaratğuç en sehi yani el-ekrem bulud iken, ondaqda insanın barlığa kelişimi del aşı ilahi muhabbet ve bağlanıştan kelgen buludu.
Biz faqat quruq bir moddidan avtomatik payda bo'lib qolmagan, balki yaratqushning cheksiz mehr muhabbatidan bih urib chiqqan. Tasavvur qilib boqing, bizning yaratilishimizning asosiy javhari dal shu sof, tandashsiz muhabbatdir. 5-qism. Haqiqiy insoniy qadr-qimmat, karomatga qaytadan aniqlama berish. Muqaddas manbalarga qaraydigan bo'lsak, inson asl yaratilishidanla eng yuqori darajada hurmat va shon sharafga ega qilingan. Bu deganlik biz azaldanla mukarram qilingan, ya'ni qadrli qilib yaratilgan. İnsanın o'ziga xos bo'lgan aqli, vijdoniy, o'ylash va tanlash iqtidori dal mushu yuksak sharafning isbotidir. Biz oddiy bir mavjudot emas. Lekin kishilar ko'pincha hollarda karomat ko'rsurish desa, havoda uchish, suv ustida mingish, degandek sehrgarlik yoki g'ayri tabiiy ishlarni xayol qiladi. Lekin manbalar bizni bu xil xom xayollardan qattiq ogohlantirdi. Undak saxta, gözboyamçılıkka okşayadigan dersler insanın kıymetini kılçımı aşır almaydı. Hakiki keramet neme bilemiz bu? Hakiki keramet insanın tegvasının yani semimiliki, doğruluku ve yaratqucu aldındaki mesuliyetini bilip doğru yolda mingişi bilenle emelge aşıdı. Mana bu insanın en yukarı mertebesi. Undaqda gapning mag'ziga kelsak, biz bu Al-Akramning cheksiz sexiyligiga hayotimizda zodi qandoq javob qaytarishimiz kerak. Aldı bilen biz şunu aniq bilishimiz kerakki, hayot va mavjudlik biz tirishib qo'lga keltirgan narsa emas, balki bizga tuyuqsiz, haqsiz berilgan bir katta sovg'adir. Aql parastimizni, boylig'imizni shaxsiy mulk emas, balki bizga topshirilgan amonat deb qarashimiz lozim. Shuning bilan birga har qanday moddiy narsalarga va saxta butlarga qul bo'lishni rad qilib, to'g'ri yo'lda mengish orqali o'zimizdagi asli insoniy qadr-qiymatni joriy qildirishimiz kerak. Oxirida hammamiz o'zimizga mundaq bir savolni qo'yib bakayli. Biz koinotdagi shuncha ko'p mo'jizalar va cheksiz mehribonliklar bilan qo'rshilib turgan ekanmiz, o'zimizning ruhiy safarida bizga ato qilingan bu cho'ngur qadr-qiymatga yarasha yashay olabatimizmi? Bugungi bu tahlilimiz sizin o'z qiymatingiz va koinotning sirlari ustida yana bir qaytim cho'ngur o'ylanishingizga sababchi bo'lg'usi. Ko'rgunizga rahmat. Aman olun. Yaxshimizlar, Uyg'ur Plays'ning qiymatli ko'rinmanlari. Bugungi bu tushuntirishimizda biz Mustafa Islamoğlu'nun ilahiy saxiylik to'g'risindagi bekle cho'ng'ur bir qism qarashlarini parchalab tushunib chiqamiz. Gapni ko'p qilmay bevosita mazmunga kiraylik. Amsa, bunda bir savoldan boshlaylik. Biz ko'rinmaydigan zotni qanday ko'ralayim? O'ylab baqinglar, ba'zida nur bak kuchli bo'lib ketsa, ko'zimiz qamishib, hech nimani ko'rolmay qoldi. Shundaq-ku, xuddi shuningga o'xshash, yaratquchining nuri shu qadar kuchlikki, bizning bu cheklik ko'zlarimiz uni bevosita ko'rolmaydi. Ammo bu biz uni taniyolmaymiz deganlikmi? Albatta yo'q. Dal mushu yerda manbadagi bak qaltis bir jumla ko'z oldimizga keladi. Kainat mukammal bir aynakdir. Ya'ni atrofimizdagi har bir narsa, meyli u bir tüp daraxt, bir tamcı su, hatta kishilarning yuzidagi tabassum yoki ko'z yoshi bo'lsin, bularning hammasi ashu ilohiy sifatlarni ko'rsatib beradigan bir aynakdir. Ashu ashyolara qarash orqali biz andan onundaki aks etgan nurini his qila olamiz. Bu nuqta bizni Mag'ritulloh deydigan bir atalg'iga yetaklaklab keladi. Bu nima deganlik? Addiy qilib aytganda, yaratqichini tunish bilimi. Bu bilim xuddi iymon daraxtining eng astidagi yiltizga o'xshaydi. Yiltiz bo'lmasa, daraxtda shaxmo, mevami bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunga Allohni tanimay, uning sifatlarini tushunmay turib, qilingan ibodat to'liq bo'lmaydi. Chunki odam tushunmagan narsasiga haqiqiy yuzlana olmaydi. Amsa keyingi qismga o'taylik. Mutlaq saxiylikning ma'nosi, ya'ni al-akram sifatini tushunish. Bunu tushunish uchun ilohiy sehriyeliğini biz insanların sehriyeliğine seliştirip bakaylı. Biz ademler bir narsa versek, adette aldı kaynını hesaplayımız. Birer kayturma payda kütümüz, ya ki fakat özümüzde bar olgan dersine ne verimiz. Emma el-ekrem bolgan ilahi sehriyelik, bütünleyi başkaça. O yokluktan bar kılır. Oylap bakına, o beriş üçün avval kabul kılguçunun özünüyle yokluktan yaradır. Hiç neme kütmeydu. Çeksiz berir. Bek karamet şundaku. Bunu teximi eniq görüş üçün keyingi qism suvning mo'jizasi, ya'ni ximyodagi sexiylikka nazar salaylar. Bu quruq bir teologiyalik gaplar emas. Har kuni ichib atgan bir istakan oddiy suvni misolga olayli.
Uning tarkibi nima? 2 dona hidrogen va 1 dona oksigen atomi. Qiziq yeri shuki, bu 2 gaz ayrim turganda kuyishga moyil, xatarlik portlatqich gazlar. Lekin dal mushu 2 xatarlik elementga shundoq bir mukammal tortish kuchi berilganki, ular birikib o't o'chiradigan, bizga hayotlik beradigan suvga aylanadi. Mana bu ko'z oldimizdagi mutlaq saxiylik. Uning ustiga bu saxiylik shuning bilanla to'xtab qolmaydi. Qaranglar, suv porg'a aylanib osmonga ko'tariladi. Andan bulutlar xuddi yiroqdan boshqariladigan bombadek aniq yo'nalish bilan ehtiyojliq bo'lgan yerlarga yomg'ir tashlaydi. Hatto shu biz qo'rqadigan yer tavrashishlarimi ba'zida dal biz ichadigan suvni saqlash uchun yer ustida tabiiy suv omborlarini shakllantirib beradi. Nima degan hayron qolarliq sistema, ha? Endi bu reallik bizni tarixdagi bir qiziqarli voqeaga yetkazadi. Bunday o'ylab boqing. Sizningcha yarim podshohlikning qiymati qanchalik bo'lishi mumkin? Tarixda bir olim eng qudratli imperatorlardan xalifa Harun Rashiddan bunday so'raydi. Podshohim, agar qumliqda ussizlikdan o'ylay deb qolsangiz, faqat bir istakan suv uchun nengizni berarsiz? Xalifa hech ikkilanmay, butun podshohligimning yarmini beratin deydi. Buning bilan olimning yekini oddiy hamdal joyiga tushadi. U daydiki, undaqda sizning shuncha chong, Xitoylar hal qilgan qudratli imperiyangizning butun qiymati asosiy jihatdan aran bir istakan suvga tetiydi ekanda. Qaranglar, biz shu bir istakan suv uchun yetarlik rahmat aytib bo'la olmayotganda, boshqa narsalarga shuncha mag'rurlanib ketishimiz baykla kulkilik, shunday emasmi? Maqul hamda sal ichkirilab, insonning zehniy dunyosiga nazar solayli. Bu bo'limning temasi tunji buyruq, o'qish va bog'lash. Bilasizlar, Qur'ondagi eng tunji buyruq o'qib bo'lgan. Lekin bu o'qish biz o'ylab qolgandek faqat qog'ozdagi xatlarni o'qish kerak degandikmi? Albatta yo'q. Bu yerda ijmo degan bir chunqur tushuncha bor. Ya'ni to'plash, parchalarni bir-biriga bog'lash, koinotdagi hodisalarni bir yerga jam qilib, shu orqali yaratuvchini ko'rish va tanish jarayonini ko'rsatadi. Buni texmi oddiy tushuntirsak, yuzakiy o'qish bilan ma'naviy o'qishning farqi xuddi oyga ko'rsatayotgan barmoq bilan oyning o'ziga o'xshaydi. Yuzakiy qaraydigan odam faqat barmoqqa qaraydi, narsalarni ayrim-ayrim ko'radi. Ammo ma'naviy o'qishni biladigan odam barmoqqa emas, barmoq ko'rsatayotgan oyga qaraydi. Butun manzilni ko'radi va dunyodagi har bir zarrachining yaratuvchiga apradigan bir alomat ekanligini his qiladi. Mana shunday o'qishni bilgan inson andan haqiqiy ma'nida o'z qiymatini topadi. Shuning bilan bugungi temamizning eng yuqori pallasiga keldik. Ya'ni karomatning haqiqiy insoniy qadr-qiymatning asosiy ma'nosi. Biz doim karomat yoki mo'jiza desak, nimani xayol qilamiz? Osmonda uchish yoki suvning ustida mingish degandek xayoliy narsalarni. Shunda-ku, ammo manbada nihoyat kuchli bir nuqta o'rtaga qo'yilgan, qushlarimo osmonda uchadi, baliqlarimo suvda uzalaydi. Bundak fizikiylik ishlar insonda berilgan haqiqiy karomat emas. Haqiqiy karomat zodi nima? U insonning har xil qiyinchilik va sinoqlarga qaramay, to'g'ri yo'lda mustahkam taqvodorlik bilan yashashidir. Shunga, mushu bir jumla so'z bugungi butun temani yakunlab beradi. Haqiqiy karomat taqvodorlikdir. Biz farishta bo'lishga tirishmasligimiz kerak. Alloh bizga aql va vijdon berib, Allohqachon eng yuqori darajadagi izzat hurmatni ato qildi. Shunga faqatla inson bo'lish mohiyatimizni yo'qotmay, aktiv holda taqvodorlik bilan yashashimiz biz yaratalaydigan eng buyuk mo'jizamizdir. Bugungi tushuntirishimizning oxirida hammamizni cho'ng'ur o'yga soladigan bundaq bir savol bilan sizlarga yuzlanmoqchiman. Siz eng yuqori qadr-qiymat bilan yaratilgan, ammo siz nimaga qo'l bo'lyapsiz? Biz bir oz pulga, amal mansabga yoki shuhratga qo'l bo'lib qolyotamizmi? Yoki bizga shuncha sixiyliklarni ato qilgan shu Al-Akramga yuzlanyapmizmi? Bu har birimiz o'zimizdan so'rashga tegishlik eng muhim hayotlik savolidir. Vaqtinglarni chiqarganlarga rahmat. Bu Uyg'ur Please tushundirish edi. Keyingi qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur Please programmamizga xush kelibsizlar. Bugungi qaytimliq izlanishimizda biz abstrakt va tasavvur qilish qiyin bo'lgan ilohiy tushunchalar bilan dal o'zimiz yashayotgan kundalik real hayotimizni tushtirib boqamiz. Biz yaratuvchining tasavvur qilg'usiz darajadagi cheksiz sexiyligining bizning hayotimizda qanday aks etadiganligini ko'rib chiqamiz. Qani esa bu ajoyib safarni darhol boshlaylik.
Bugünkü sohbetimiz intayan kurulmalık oldu. Esaslıkı 5 noktanı kürüp çıkıyor. Birincisi ilahi eynek, ikincisi en sekizzat, üçüncüsü su mucizesi, dördüncüsü muhabbetten yaratılgan insan ve ahirede hakiki insani kadir kıymet. Biz yaratıcının çeksizlikinden tartıp halkınımızdaki bir tamca suça, andan insanın yüreğine kadar acayip bir sefer kılıyor. 1. bölüm. İlahi eynek. Çeksizliknin his kılış. Munaqtir o'ylanib baxina, bizning bu cheklik aqlimiz zodi qanday qilib cheksiz va cheki yo'q yaratguchni taniya oladi va tushuna oladi. Ana shu yerda asmo, ya'ni ilohiy ismlar o'rtalig'iga chiqdi. Yaratguchning realligi xuddi ko'zni qamoshtiradigan intoyin kuchli bir nurga o'xshaydi. Uningga bevosita qaraysak ko'zimiz ko'rmas bo'lib qolishi mumkin. Ammo biz yashayotgan bu fiziklik koinot ajoyib bir aynakning rolini o'ynaydi. Shunga biz bu koinotdagi o'simliklar, hayvonlar va tabiat orqali Xudoning sifatlarini bexatar holda his qila olamiz. Bu nima degan fasohatlik bir metafora ha? 2. bölüm. En sehi zat. El-Ekrem'nin manası. Undaqda biz daim anlaydigan el-akrem degan so'z zodi nima ma'noni bildiradi. U eng sehi, cheksiz marhamat qilg'uchi deganlik. Biz bu yerda kundilik turmushdagi odatdagi bir yordam haqida to'xtalmay vartaymiz. Yo'q, bu yerdagi sehiylik butunlay hisobsiz, cheksiz bo'lib, hech qanday oldingi shart talab qilmaydi. Yaratquchi barliq mahluqotlarga hech qanday badalsiz ana shunday sehiylik bilan ato qiladi. Hem de biz insanların sehiliği bilen ilahi sehilikni bir seliştirip bakalım. Biz insanlar birer nerse verdiğinde doğrusunu eğitkanda köpünce hallarda hesaplaşırız. Şundakla bedel ümit ediriz ya ki birer eğiz mahtaş götürürüz. Hatta bazıda kaz keli digen yerden tohu ayımayız. Ama ilahi sehilikçu, o bütünlüğe çeksiz, o hiç ne mekütmeyedi. Meyli siz şükür kalın, meyli nankörlük kılın, o bergen nimetini hemmege okşaşla ata kılıverirdi. 3. bölüm. Su mucizesi. Bir tamçıdaki sehilik. Bu nazariyelerini az reallik kayıtlayalım. Mesela suya karın. Sunun yaratılışı kanda bir mucize he. Birinciden ot alacağın ve köydüreceğin 2 hal gazdan yani hidrojenle oksijenden ot öçürecek su varlıklığa geliyor. Andan o bulutlara çıkış için gazı ayrılır. Üçüncüsü bu bulutlarda ihtiyaçlı kalgan kacırap ketmiş topraklarını tepip barıyor. En altısı yer tevrilişleri arkalık yer altında gayet zor taşambarlar oyulup şu sular biz için saklanıyor. Mana bu tabiattaki hesapsız ve çeksiz berişin tepik namayendesi. Bunun kımmatını çüşünüş için Halife Harun Reşit'nin meşhur hikayesini esleyip öteyelim. Bir günü bir alim onundan sormuş da o mundak cevap vergen iken, bir istakan su için padişahlığımın yerimini bererdim. Eğer şu suyu bedenimden çıkaramasam yine kalan yarımını da bererdim. Oyla bakın, şu zamandaki dünyanın yarımını kontrol kılıp turgan kudretli padişah mı, özünün pütkül seltenetinin ahir hesapta pek tela bir istakan suya tegişiden yetleyini çüşünüp yetken. Dal muşu yerde özümüzden sorap baktıgan bir noktalık sual var. Eğer bir la istikan suda şunça köp követlik merhamet, incike layiha ve köyünüş bolsa, undakta alemin gül tacı bolgan biz insanların yaratılışı çu. Onun da kançılık mehri boluşu mümkün? 4. bölüm. Muhabbettin yaratılgan insan. Elek sözünün yuşurun manisi. Kur'an'daki elak sözüne karayalım. Adette biz onu tohtap kalmış kan yaka türülme dep tercüme kılıyoruz. Ama kadimki Arap dili lügatlarına karayacak olursak bu sözün yıldızında bir acayip mena yoşurunganlığını görüyoruz. Bu pekala biyolojik bir ukum emez. Belki o kalbe bağlanmış çoğunkur muhabbet, mehribanlık ve alaka dediğin menayı bildiriyor. Bu demeklik insan pekala soğuk bir biyolojik cereyandan da emez. Belki yaratıcının çeksiz ve saf muhabbetinden yaratılmış degenlik. Şuğa muşu nuktını esimizde mehkem tutayla. Xuda sizni, meni ve pütkül insaniyetini çoğunkur muhabbet ve mehir şefkatten yarattı. Bu en sehi zatının sihirliğinin bizdeki en âli ifadesi. 5. bölüm. Hakiki insani kadir kıymet. Keramete kaydıdan eniklama beriş. Biz cemiyette keramet degen sözü köp anlayımız. Ondakta keramet zade neme? Keramet, yaratılgıcı tarafından insaniyete yani bizge atagılınan tuğma izzet hormet ve kadir kıymettir. Onu fakat özümüzün ruhani uyungumuz ve takvadarlığımız bilenle kugdap kalalıyız. Efsüs ki biz köpünce hallarda bunu hata düşünüp alıyoruz. Biz daim kerametni bir kısım sihirgerlik yoki acayip işler bilen aralaştırıp alamiz.
Ba'zilari havoda uchishni karomat deydi. Ammo qushlar aldiburun havoda uchyapti emasmi? Yana ba'zilari suv ustida mengishni karomat deydi. Halbuki baliqlar suvda bizdanmi usta uzalaydi. Yoki palchilik qilishni karomat deymiz. Yo'q. Bular qat'iyla haqiqiy karomat emas. Bu faqatla ko'z bo'yamchilikdir. Undaqda haqiqiy karomat zodi nemi? Mashhur islom alimi Haris al-Muhasibi bu to'g'risida nihoyat iniq qilib, karomat taqvodir degan. Ya'ni to'g'ri yo'lda mengish, durustluk va o'z qiymatini bilishdir. Bizning haqiqiy mo'jizamiz havoda uchishimizda emas, balki yaratquchiga bo'lgan sodiqligimiz va real hayotdagi qat'iyyaligimizdir. Maddiyatga cho'qinish bilan haqiqiy qadr-qimmatni o'ylab boqing. Agar siz pulga, amal, mansabga yoki boshqa odamlarga faqat ularning qo'lidagi narsalarga erishish uchun bosh eksangiz, o'zingizga berilgan shu oliy qadr-qimmatingizni 5 pulga arzon qilgan bo'lasiz. Ammo haqiqiy qadr-qimmat, ya'ni taqvodorlikchi. U sizning eng oliy sharafingizni uyg'otadi. Sizni insoniyatning eng yuqori pallasiga ko'tardi. Shuning bilan bugungi suhbatimizni mushu kuchli savol bilan oxirlashtirmoqchiman. Yaratguvchi sizga cheksiz muhabbati orqali yuksak qadr-qiymati ato qilibdi. Undaqda shu haqiqiy sharafingizni qaytarib kelish uchun bugun siz hayotingizdagi qaysi moddiy zanjirlarni uzib tashlaysiz? Bu savol ustida o'ylanib boqishingizni umid qilaman. Keyingi qaytimliq Uyg'ur Plays programmamizda ko'rishguncha o'zingizning qadrini bilib yashang. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Yaxshi, so'zni ko'p uzartmay bevosita temaga kiraylik. Uyg'ur tilidagi ko'rurmanlarimiz uchun maxsus tayyorlangan bu qiziqarli tushuntirishimizga xush kelibsizlar. Bugun biz birlikda ilohiy sekiylikning, ya'ni Al-Akramning zodi qandoq cho'nqur ma'niga ega ekanligini aytib beramiz. Tayyormisiz? Qani, undaqda boshladik. Eng avval shuni bilib olishimiz kerakki, butkul koinot Allohning go'zal ismlarini, ya'ni asmoni aks ettiradigan g'oyat zo'r bir aynakka o'xshaydi. O'ylab boqing, yaratquchining nuri shunchalik kuchliki, biz uni o'z ko'zimiz bilan bevosita ko'rolmaymiz. Lekin dal mushu asmo aynaki orqali uning ko'rinmaydigan nuri biz yashayotgan mushu real dunyoda biz ko'rayotgan mavjudotlar orqali namoyon bo'ladi. Bu yerde tuptoğra kalemize geldiğin intayi güzel bir sual var. Eğer Huda bizim görüş dairemizden bütünlüğüyle halkıp gitmiş bolsa, onu zadik kandak göreleyiz. Bunun cevabı oyladığımızda mı oldukça addi. Biz etrafımızdaki tabiatta yüz veriveratken mucizelere, alametlere karaymış, onları okuş ve düşünüş arkalık, onların arkasındaki yaratkucuyu görüyoruz. Bugungi asoslar temamiz bo'lgan alohida ilohiy ism Al-Akram dal mushu nuqtada haqiqatan qiziqarliq bir ma'noni beradi. U addiyli bir sekiylik emas, balki qiyossiz, mutlaq va shartsiz eng sehiy zot degan ma'noni bildiradi. Odatda biz insonlarning sehiyligi asosan degudik ma'lum bir narsaga erishishni kutadigan bir xil savdoga o'xshab ketadi. Biz hech bo'lmaganda bir og'iz rahmat o'nglashni umid qilamiz. Shundaqmi? Ammo ilohiy sehiylik butunlay boshqacha. U hech qanday, hatto zarrachilikmi bir narsa kutmaydi. Aksincha, faqat va faqat berish uchunla yo'qlikdan bir narsani yaratadi. Bu haqiqiy ma'nodagi mutlaq sehiylikdir. Mushu yerda to'xtab ovdan o'ylab boqaylik. Bizning bu dunyoga kelishimiz, ya'ni bizning mavjudligimiz dal Al-Akramning eng ulug' saxiyaligining isboti emasmi? Siz bu dunyoga kelishdan burun biror yaxshilik qilganmidingiz? Yo'q, chunki siz tex yo'q edingiz. Yaratquchi sizga hayotligini qaytarma shart bilan emas, balki faqat berish uchunla sizni yo'qlikdan bor qildi. Endi diqqatimizni har kuni biz ko'rib turadigan, balkim ba'zida sal qaraydigan bir fizikalik reallikqa, ya'ni suvning mo'jizasiga qaratsak. Bilasizmi? Suvning ilmiy qurilmasi bizga ilohiy sehiylikning ajoyib bir hikoyasini so'zlab beradi. Tasavvur qilib boqing, o'zi yonadigan va qo'ydiradigan ikki xil xatarlik gaz birikib hayotlik suvga aylanadi. Andan u yer tartishquchini yengib osmonga ko'tariladi. Bulut bo'lib qiytalardan xalqib uchadi va yer tavrishlar sababidan ochilgan tog' yo'chiqlarida bexatar saqlanib, oxiri bizga suniladi. Bularning hammasi shunchalik injiga planlangan tangdoshsiz bir sehiylik mo'jizasidir. Texmo hayranqalarlıqı, yaqinta tajribeler suv molekulalarının aktiv, yaxshi so'zlarga va niyatlarga qurilmalik jihatdan inkas qaytaradiganligini isbotladı. Shundoq, suv go'yoki tirikdak bizning so'zlarimizga quloq soladi. Siz güzel so'zlarni qilganingizda suvning kristal shakli güzellashadi.
bu suvning o'z yaratılışısı bilan bo'lgan ilohiy bog'lanishni qanchalik aks ettiradiganligini ko'rsatmaymidi? Bu sexiylikning qiymatini texmi aniq his qilish uchun bir tarixiy voqeaga nazar solaylar. Dunyoga dangliq xalifa Harun Rashidni ko'z oldingizga keltiringlar. Bir qatim unundan agar siz cho'lda ussuzlikdan o'lay deb qolsangiz, bir stakan suv uchun nemingizni beritdingiz deb so'ralganda, u ikkilanmasdan o'zining butun imperiyasining teng yarmini, ya'ni 50%ni berishga rozi ekanligini e'tirof qilgan. Shu chog'da uning donar vaziri yana bir savolni so'raydi. Agar shu ichgan suyingizni badaningizdan chiqarilish uchun yana qiynalib qolsangiz-chu, xalifa, qolgan yerim imperiyamni beratdim dedi. Vazirning javobi intayin o'rinli edi. Demak, sizning butun imperiyangizni qiymati faqat bir istakan suvga tekinir ekanda. Qarang, bu bizga Al-Akramning har kuni bizga berayotgan haksiz sexiyligining tasavvur qilg'usiz darajada qimmatli ekanligini eslatdi. Albatta, bu saxiylik faqat tabiatning o'zida emas, balki muqaddas kitoblarda mu aks etadi. Kelinglar, Qur'ondagi tunji vahiy tushgan Alaq surasini bir qaraylik. Biz doim iqra, ya'ni o'qu degan so'zni anglaganda faqat bir kitobdagi tekstlarni da o'qish deb o'ylab qolamiz. Ammo u amaliyotda uningdanmi cho'nqur ma'noga ega. U o'z navbatida koinotning parchalarini yig'ish, hodisalarni bir-biriga tutashtirish va dal shular orqali orqadagi yaratquchini ko'rish deganlikdir. Demak, koinotni o'qish, dal yaratquchini tanishtirish. Shuning bilan birga, klassik arab tiliga asoslanib, alaq so'zini qaytadan ma'nolantirib boqaylik. Ko'pincha kishilar uni oddiy bilan qon uyutmasa deb tarjima qiladi. Lekin uning tomorida muhabbat va mehrlik rishta degan go'zal ma'nolar yoshirilgan. Bu deganlik Al-Akram insonlarni mutlaq sof mehr muhabbatdan yaratgan. Mana bu nuqta bizni bevosita o'zimizga elib keladi. Yaxshi, undaqda bu xil ilohiy saxiylik bizni insoniy qadr-qimmatimizga, ya'ni karomatga qanday aylanadi? Qur'onda nihoyatda aniq qilib, biz odam bolalarini ulug' qildik deb bayon qilingan. Siz Alloh tomonidan aql, erkin iroda va o'g'inish iqtidoridagi oliy ne'matlar bilan tubdan hurmatga, ulug'liqqa sazovor qilindingiz. Siz odatdagi bir maxluqot emas, lekin obdan o'ylab boqing. Bizning kundalik turmushimizdagi haqiqiy karomat, ya'ni mo'jizaviy hurmat zaddimi? Ko'pinchamiz karomat degan so'zni anglasaqla, darhol butunlay boshqacha, sehrlik bir narsalarni o'ylab ketamiz. Shundaqku, ammo ishning haqiqati shuki, haqiqiy mo'jizalar osmonda uchish yoki suv ustida mengish degandek sehrgarlik o'yinlari emas. Ular to'g'ri yo'lda qat'iy mengish va axloqli hayotni davomlashtirish, ya'ni istiqomatdir. Qushlarmu osmonda uchidi, biliqlarmu suvda yuzalaydi. Shuningga bir insonning haqiqiy mo'jizasi qiyinchiliklarga qaramay to'g'ri yo'lda qat'iy turishdir. Shuni biz kishilarni ozdiruvdigan bu xil saxta ko'z bo'yamchiliklar bilan Qur'onda belgilangan haqiqiy karomatni butunlay farqlantirishimiz kerak. Haqiqiy karomat deganimiz dal taqvodir. U o'z prinsipida qat'iy turish, poklik va yuksak insoniy axloqdir. Yaxshi, biz nurg'un misollarni so'zladik. Hamda bu o'rganganlarimizning hammasini eng oliy sexiylik degan mushu bir nuqtaga yig'ib xulosalab boqaylik. Allah bizni tug'ilishimiz dilla, ya'ni fitritimizda yaxshilikqa va taqvoga mos qilib yaratgan. Sizning ichingizga Alloh qachon shu ilohiy sexiylik urug'lari terilgan, ammo uning beh surib chichaklashi uchun sizning aktiv tanlashingiz va go'zal axloqingiz kerak bo'ladi. Mana shu taqvo dal ichingizdagi shu urug'larni uyg'otib ko'kartadigan hayotlik suyudir. Qarang, bizni tamoman yo'qlikdan bar qilishdan tartib, har kuni bizga hayotlik beg'ishlaydigan suv mo'jizasigacha, shundaqla bizga koinotni o'qib tushunish uchun berilgan aql va inson bo'lishdagi tabiiy izzat hurmatni ata qilishgacha bo'lgan har bir nuqtada Al-Akramning bizga ata qilgan iltifotlari va sehiyligi haqiqatan cheksizdir. Oxirida men sizga mushu o'ylantiradigan cho'nqur bir savolni qoldirmoqchiman. Yaratquchingiz sizga shunchalik intahoy yuqori qadr-qiymat va izzat berdi. Shunga o'tinib qolayli, bu o'tkinchi material dunyosiga, mansabga yoki pul boyliqqa qo'l bo'lish orqali o'zingizga berilgan bu ulug'liqni arzon qilyapman. Yaratquchingiz sizni ulug' qildi, ammo sizcha, siz o'zingizni ulug'lab o'z qadringizga yetanamsiz? Bu haqda jiddiy o'ylanib boqing. Keyingi qaytmalik tushuntirishimizda ko'rishuncha aman bo'ling. Yaxshi, buningga cho'nqurlab kirib boqaylik.
Bugunki bu tushuntirishimizda biz mutlaq va cheksiz sehrlikning zodi nima ekanligi to'g'risida so'zlashimiz. Bu faqatla oddiy bir o'qim emas, balki bizning butul koinotni va hatto o'zimizni tushunishimizni butunlay o'zgartiradigan bakla cho'nqur bir haqiqat. Qani, birlikda bu ajoyib safarga atlanaylik. Başlanışta size mundak bir sual koyup bakayım. Siz pek yok bir ile estikan su için neyinizi berer ediniz? Tarihteki en kudretli padişahlardan biri olan Harun el-Reşid'in hikayesi esinizde mi? Bir günü bir alim onundan, "Padişahım, eğer siz bir tamça suya mı zar olup kalsanız neyinizi berer ediniz?" dep sorduğunda o ikilenmeyle padişahlığımın yarımını dep cevap veriyor. Andan alim yene, "Undakta şu suyu işkenden keyin sırtka çıkaramasanız çu" deydu. Padişah ne degen deysüz, "Kalan yarımından bu berer edeyim" duydu. Bir oylap bakana, bütün bir impereya, mahallemizdeki addi bir estikan suga ve onu tabiatsal halde sırtka çıkarışıkla tegiladu. Bu, biz günde sel garaydigan aşu nehmetlerin ne kadar kıymetli ekenliğini hakikaten düşündürüp veriyor. Şundak mı? Birinci kısım, Al-Akram'ning manisi. Kelinglar, mutlaq sehiylikni tushunib boqaylik. Hamda buningdek eng qiziqarli yeri shuki, Al-Akram degan bu ism faqatla sehiy deganlik emas, balki u en sehiy, chaksiz va mutlaq sehiylikning manbasi deganni bildiradi. U bizga o'xshash bor bo'lgan narsalarla boshqalarga bermaydi. Yo'q, u beriladigan shu narsaning o'zini asli yo'q yerdan, noldan boshlab yaratib, andan ato qiladi. Hech qanday badal talab qilmaydi, qaytarishni umid qilmaydi. Bu haqiqatan tasavvur qilg'isiz bir karam, shundaqmi? Buni yaxshiroq tushunish uchun insonlarning sehiyligi bilan ilohiy sehiylikni bir selishtirib ko'raylik. Biz insonlar bir kishiga bir narsa bersak, to'g'risini aytganda, azroq bo'lsa-mu hisoblashmiz. Hech bo'lmaganda bir eg'iz rahmat anglashni umid qilamiz. Shundaq-ku. Uning ustiga biz faqat o'zimizda bor narsalarni berallaymiz. Ammo Al-Akram bo'lgan ilohiy tabiatda bu butunlay boshqacha. O hech qanday shartsiz bo'ladi, hech nima kutmaydi va eng muhimi beriladigan narsaning o'zini mutlaq yo'qlikdan yaratib beradi. Bu ikkisi haqiqatan da farqli ikki dunyo. İkinci kısım, sunun mucizesi, bir tamçıdaki sehavetlik. Bu bizge şunu nihayeti canlılık yorutup verdi ki, haliki addigine bir tamça sunun yaratılışı üçün mu, alem şumul bir hareket, kaltız bir tengshish ketidu. Bir oylap bakın, iki hidrojen atomuyla bir oksigen atomu acayip bir tartışış gücüyle birikidu. Andan su para aylenidu, bulut olup asmana kötürülüdü ve enik bir nişana yağmur olup yığıp kuru ölük yerlerini canlandırdı. Bu her güzme özlükünden olup kalıdıgan otomatik cereyan emes. Belki bu kadem mukadem mükemmel layihelengiş, tendaşsız bir mehir şefkat neticesi. Su yerge düşkende ondan hayatlık başlanıdı. Bunu hemmemiz bilimiz. Lekin siz şunu bilemisiniz? Yeryüzüde fakat 1 santimetr kalınlıktaki munbet tupraqning şekillenişi için naqav 300 yıl vaqt ketedi. 300 yıl. Bu bizge ilahi sahiylilikning ko'lamini emas, balki onundaki şu tasavvur qilg'usiz savurchanlikni ko'rsatib beradi. Su va tuproqning bundaq mukammal birikishi faqat oddiy bir tabiat hodisasiyle emas, balki bizga atalgan ajoyib bir sovg'at ekanligi aniq. Su to'g'risi yeni bir hayran qalarliq, hatta adamı cho'chitadigan bir haqiqat var. Yaponiyalik bir alimnin tezribesi köpçüliknin esinde bardı. Aşu tezribiga asaslanganda su molekulalari faqatla cansız bir madda emas ekan. Siz suga yaxshi, yiqimliq so'zlarni qilganingizda su molekulalari ajoyib güzel, xuddi go'hara düktek şekillerge kiradi. Ammo nachar, yaman so'zlarni qilganingizda haliki güzel kurulumlar bütünlay buzulup ketadi. Yani bizni orab turan ve bedenimizin asasi kısmını teşkil kıladigan bu su, bizim sözlerimize, niyetlerimize tirik avaz koşu diken. Tasavvur kılalamazsınız. Üçüncü kısım, Iqra, yani kainatni o'qish, parçalarni bir-biriga bog'lash. Haqiqiy ishonch, quruq e'tiqod bilanla vujudga chiqmaydi. Bilim ve kainatni kuzatish imanning, yani ishonchning en chonqur yıldızidir. Eğer bu yıldız bolmaydiken, derektin hiç kandak meyve kütkeli bolulmaydı. Küçlük bir hul ve şahlar mı bolmaydı? Biz neyge işini vatkanlığımızını enik, intayin çonkur bilişimiz gerek. Biz daima ikra degen bu sözü anladığında pek tala kolumuzdaki kitabı, yazılan tekstlerini okuş deple düşünürüz. Şundak mı? Lekin menbeler bizge şunu enik gösteriyordur ki, onun tüp menası icma, yani yığış, parçaları birbirine biriktiriş degenliktir. O kainattaki her hil parçalarını, hadiselerini birbirine bağlamak
Arkalık, aşıların kendindeki yaratkucuyu görüş ve düşünüş degen mänany bizdiriyordur. Demek, bütün kainat biz okuydagan, biz tepekkur kıldagan, hayet zor bir kitap iken. Tontonchi qism muhabbatdan yaratilgan aloqaning haqiqiy ma'nisi. Hamda bundan qanday xulosa chiqadi? Kelinglar ko'rib baqayli. Odatda biz alaq so'zini anglasak, ko'z oldimizga darhol ana qarnidagi biologiyalik qon uyutmasi yoki to'ralma keladi. Ammo qadimki til lug'atlariga qaraydigan bo'lsak, uning bakla hayron qolarliq, chunqur ruhiy ma'nosi borligini ko'ramiz. Qadimdagi so'z qalb uchun zarur bo'lgan muhabbat degan ma'noda qo'llanilgan ekan. Ya'ni bu faqatla quruq, jismsimon, biologik bir izohatla emas. Shunga bu yerdagi eng hal qiluvchi nuqta shuki, agar yaratuvchi eng sehi, ya'ni al-akram bo'ladi ekan, undaqda insonning barliqqa kelishimi dal oshu ilohiy muhabbat va bog'lanishdan kelgan bo'ladi. Biz faqatda quruq bir moddadan avtomatik payda bo'lib qolmagan, balki yaratqushning cheksiz mehr muhabbatidan bih urib chiqqan. Tasavvur qilib bakın, bizning yaratilishimizning asosiy javhari dal shu sob, tandoshsiz muhabbatdir. 5-qism. Haqiqiy insoniy qadr-qimmat, karomatga qaytadan aniqlama berish. Muqaddas manbalarga qaraydigan bo'lsak, inson asl yaratilishidanla eng yuqori darajada hurmat va shon sharafga ega qilingan. Bu deganlik biz azaldanla mukarram qilingan, ya'ni qadrli qilib yaratilgan. İnsanın özüge xas bo'lgan aqli, vijdoni, o'ylash va tanlash iqtidori dal mushu yuksak sharafning isbotidir. Biz oddiy bir mavjudot emas. Lekin kishilar ko'pincha hollarda karomat ko'rsurish desa, havoda uchish, suv ustida mingish, degandek sehrgarlik yoki g'ayri tabiiy ishlarni xayol qiladi. Lekin manbalar bizni bu xil xam xayollardan qattiq ogohlantirdi. Undak saxta, gözboyamçılıkka okşayadigan dersler insanın kıymetini kılçımı aşıralmaydı. Hakiki keramet neme bilemiz bu? Hakiki keramet insanın tegvasının yani semimiliki, doğruluku ve yaratqucu aldındaki mesuliyetini bilip doğru yolda mingişi bilenine emelge aşıdı. Mana bu insanın en yukarı mertebesi. Undaqda gapning mag'ziga kelsak, biz bu al-akramning cheksiz sehiyligiga hayotimizda zodi qandoq javob qaytarishimiz kerak. Aldı bilen biz şunu aniq bilishimiz kerakki, hayat va mavjudlik biz tirishib qo'lga keltirgan narsa emas, balki bizga tuyuqsiz, haqsiz berilgan bir katta sovg'adir. Aql parastimizni, boylig'imizni shaxsiy mulk emas, balki bizga topshirilgan amonat deb qarashimiz lozim. Shuning bilan birga har qanday moddiy narsalarga va saxta butlarga qul bo'lishni rad qilib, to'g'ri yo'lda mengish orqali o'zimizdagi asli insoniy qadr-qiymatni joriy qildirishimiz kerak. Ahirida hammamiz o'zimizga mundaq bir savolni qo'yib bakayli. Biz koinotdagi shuncha ko'p mo'jizalar va cheksiz mehribonliklar bilan qo'rshilib turgan ekanmiz, o'zimizning ruhiy safarida bizga ato qilingan bu cho'ngur qadr-qiymatga yarasha yashayalabatimizmi? Bugungi bu tahlilimiz sizin o'z qiymatingiz va koinotning sirlari ustida yana bir qaytim cho'ngur o'ylanishingizga sababchi bo'lg'usi. Ko'rgunizga rahmat. Aman olun. Yaxshimisizlar? Bugungi qisqacha tahlilimizga marhamat. Bugun biz al-akramni o'rganib, ilohiy sehiylikning cho'nqur ma'nosini birga izlaymiz. Yaratquchini haqiqiy tonish bizga shundoq bir cheksiz hayronlik ilib keladiki, payg'ambarimizmi Rabbim hayronligimni oshirg'in degan edi. Demek biz ilahi isimlerini xuddi bir eynek kilip mahluklarındaki görünmeyen nurunu ve cheksiz kudretli görüşümüz gerek. Bu bizni adamlarning sihiyaligidan tamamen farqlanadigan al-akramga yetaklaydi. U hech qanday tamasiz yo'qlikdan yaratib beradigan mutlaq sihiyalikdir. Endi bu o'qimning biz har kuni iste'mol qiladigan oddiy bir suv bilan qanday munosabati borligini ko'rib boqaylik. Qarang, suv quruq bir ximiyalik modda emas. U atomlardan tartib bulutlargacha derajadan tashqari inchga loyihalangan bir suvatdir. Yer shari va badanimizning 3dan 2 qismi suv. Demek biz bu ilahi merhametke intihayan zich bağlangan. Mushu ro'shin farqga diqqat qiling. Biz insonlar berganda hisoblashimiz, ammo ilohiy sehiylik qabul qiluvchining o'zini-la yo'qlikdan yaratadi. Lekin Allohning marhamati faqat moddiy dunyo bilan cheklanmaydi. U bizga berilgan aqldan iborat bu ulug' sovg'atgacha tutishadi. İnsanning alaqdan yaratilganligiga bizning ashunday bir sob ilohiy muhabbat va cho'nqur rishtadan vujudga kelganligimizning go'zal tushuntirib beradi. Shuna, iqra, ya'ni o'quv degan butunji vahiy
quruq kitob o'qishlar emas, koinotdagi ma'nolarni bir-birini tutashtirishga qilingan chaqiriq. Aql va vijdon bo'lsa, Al-Akram bizni yuksaltirish uchun bergan. Haqiqiy qadr-qiymatimizni, ya'ni sharifimizni shakllantiradigan eng asosli ne'matlardir. Shuni aniq bilib olayli, haqiqiy sharaf va karomat degan suvda mang'ish, havoda uch tushdek xurofiy yoki sehrli ishlarda qat'iy emas. Amaliyotda biz erishadigan eng oliy karomat faqat to'g'ri yo'lda mangib, o'zimizning saf vijdoni bilan taqvodorlikda yashashdir. Oxirida sizlarga bir savol qo'yay. Bizga hech qanday hisobsiz shuncha ko'p ato qilgan yaratquchimizga qanday qilganda haqiqiy shukr qila olamiz? Yaxshimisilar? Bu qaytimga tushuntirishimizda biz ilohiy saxiylik degan bu ajoyib cho'nqur o'qim ustida birga izlanamiz. Qani bunga cho'nqurlab kirib boqaylik. Xudo koinotni nima uchun yaratdi? Bu savol sizni o'ylantirib boqqanmi? Al-Akram qisqasi hech qanday tamasiz, badal talab qilmaydigan, mutlaq va cheksiz saxiyalik bilan ato qilg'uchidir. Bu intoyan qiziqarli selishtirma. İnsanlar bir nima bersak qaytirish kutidi. Ammo Xudoning sexiyeliği shartsiz va cheksizdir. Hamda koinotdan qaytib, biz har kuni ko'radigan oddiy, ammo karomat bir mo'jizaga, bir istekan suga qaraylik. Buni qanday bo'ladiganligini ko'raylik. Atomlar birikida, bulutlar yağmurga aylanib hayotlik beradi. Bu ana shu cheksiz sexiylikdir. O'ylab boqing, yer sharining ham o'z tanimizning dal uchdan ikki qismi mushu mo'jizaviy suvdan tarkib topgan. Tarixdeki kudretli padişah Harun Reşit bir istekan su için yarım padişahlığımı vererdim deb etraf kıllandı. Su shuncha muhim bo'lsa, hamda tarixdagi eng buyuk voqeaga, insoniyatning yaratılışına bir nazar salayli. Bu yerdeki en kızık nokta şu ki, elak sadece kan uyutması da emez, o insanın saf muhabbetten yaratıldığıdır. Xudo bizga aql, erkin irade, kainatı tushunish qobiliyati va vijdondek tasavvur qilg'usiz qaltis qurollarni ato qilgan. Bu sharafni o'ylab bag'in. Xudo insonni shu qadar ulug'laganki, hatto farishtalarni bizga sajda qilishga buyurgan. Undaqda sizdan so'rab boqay. Bugungi mushu dunyoda haqiqiy sharaf va qadr-qimmat, ya'ni karomat o'zi nima? Haqqoniy karomat osmonda uchish yoki suvda mingishdek sehr emas. Shundaqla boshqalarni hayron qoldirishmu emas, albatta. Eng muhim nuqta shuki, biz insonların uchun haqiqiy sharaf va karomat faqatla taqvolik va durust yashashdir. Xudo bergan mushundoq buyuk sharafni ozgina pul yoki martaba uchun qurbon qilib etish. Haqiqatan pek eshinishlik, shundoq-ku. Oxirida o'ylanib boqaylik. Siz Xudo ato qilgan bu buyuk qadr-qimmatga loyiq haqiqiy karomat bilan yashamisiz? Ko'pchilik yaxshimisiz? Bugungi koinotning qanday qilib ilohiy sexiylikning buyuk aynakiga aylanadiganligini so'zlab o'tamiz. O'ylab boqing, agar usuzlikdan o'la deb qolsangiz, bir stakan suv uchun yarim boyligingizni beramitingiz? Albatta beratingiz. Kainat xuddi bir g'oyat zo'r aynakka o'xshaydi. U dal mushu cheksiz ilohiy sifatlarni aniq aks ettiradi. Atrofga qarang. Bizdagi yig'a, kulka, hatto boylik va nomratlikning hammasi shu buyuk qudratning namoyandasi. Al-Akram degan nima? U hech qanday badal talab qilmay, yo'qlikdan yaratadigan cheksiz sexiyalik manbasidir. Bizning yaxshiligimiz hesablik, shundaqmi? Ammo ilohiy sexiylik butunlay cheksiz. U hech qanday tama yoki manfaat kutmaydi. Bu cheksizlikni texmi yaxshi tushunish uchun keling, oddiygina bir tomchi suvning mo'jizasiga qaraylik. Suvning atomlardan birikib, bulutlar orqali milligan chaqirim to'shilishi nima degan hayron qolarlik zariyan ha? Bak karamat. Tarixda bir dana vazir Haslib Xalif Harun Rashiddan munda qiziqarli bir savol so'rgan ekan. Agar suvsizlikdan joningiz qolsa, bir stakan suv uchun yarim podshohligimizni beramitingiz? Podshoh ikkilanmay ha debdi. Agar ichgan shu suvni badaningizdan chiqara olmasingizchi? Albatta, qolgan yerim podshohligini berishga majbur bo'ladi. Ko'rdingizmi? Dunyodagi eng qudratli podshohlikmi?
amaliyotda faqat bir istakan suvga baravar keladigan. Undaqda reallikqa qaytayli. Biz bu cheksiz, sharsiz ilohiy sexiylikqa qandaq javob qaytarishimiz kerak? Bu yerde hakiki keramet okumu ortaya çıkıyor. Keramet, sihirgerlik değil de belki doğru, yakşı insan olmaktır. Beziler keramatni suv ustidan mingish yoki uchish deb xatovalab qiladi. Ammo sharab shumi? Fizika qonuniga xiloflik qilish sharab emas. Oddiy xana chivimi o'chalaydi, balkim bu suvda ezalaydi, shundoqmi? Haqiqiy karomat va sharaf ilahiy yetakchilikka uyg'un keladigan to'g'ri ham axloqli hayot kechirishdir. Şoňa bu tengdaşsız sehiylikni tushunib, taqvodorlikqa qabul qilib, ichimizdagi eng yuksak yoshurun kuchini uyg'aytayli. Oxirida o'ylab boqing, bu cheksiz sehiylikni qadrlamsiz yoki haqiqiy sharafingizni quruq xom xiyollarga tegishimsiz? Yaxşımısılar? Bugün Allah'ın en güzel isimlerinden El-Ekrem yani çeksiz sehiyeliknin sırrına birlikte çonkur nazar salamaz. O'ylab bakın, biz nima uchun mutlaq yo'qlikdan vujudga keldik? Bu hammamiz so'rashga tegishli bek muhim bir savol. Biz insanlar menfaat kütüp var nersiden veririz. Ama Allahçı o hiç kandak bedel kütmezden yokluktan yaratıp ataklıdır. Demek bizim mevcutlukumuz bizi erişken hak emez, belki yaratıcı El-Azim'nin bizge bergen saf ve şartsız sovgasıdır. Bunu addiğine su arkalık düşünerek. Biz günde iştiğen bu sunu fakatla addi nerse bip kalman. Uyalan Allah yandığan ve köydürüdügan 2 kilo gazlı biriktirip, onu hayatlık suyuga aylandırıp, bizge yağmur kılıp yağdırdı. Nihayeti qaltis söz. Şundaq mı? Bütün bir imperiya ameliyata bir yutum suğumu tetemaydı. Bu zadı qandaq çeksiz merhamete. Kainatın yenip emdi bir vasita özümüzge karayılı. Biz insanlar zadi kandak yaratıldık. Biz şu sap ilahi muhabbetten yaratılgan. Əlaq sözü faqat tovralma deganlik emas, balki uning yıldızı muhabbet ve rişti degan ma'noda. Biz del şu muhabbetni mahsuli. İqra quruq o'qishla emas, balki kainatdagi sirlarni bir-birine tutaştırıp, yaratqıchini hakiki tanışqa qilingan ulug' chaqiriqdir. Shundan eng muhim bir nuqtaga keldik. Haqiqiy karomat, ya'ni haqiqiy sharaf degan zodi nima? Havada uçuş kuşlarının işi. Hakiki keramet ve şeref, hayatta doğru yolda müstehkem ve tik mengiştir. Bu ulu söz bizde şunu eni kokturuyor ki, en çok mucize ve şeref aslında doğru, takvadar yaşamaktır. Biz fakat muşu takvadarlık arkalığıyla özümüzün kadir kımmatını tapalayabiliriz. Çünkü bu bizim ilahi şerefimizin birden bir açığı. Allah bizge bergan akıl, vicdan ve iradaga karan. Bular aşu bizni periştelerden hem ustun kıladigan alahida sovgalardır. Lekin takvadarlık bulmasıcı, undaqda biz derhal öz şerefimizni yoqatıp, pulun, nefsinin ve başkalarının kulluğa aylanıp kalamız. Qısası, takvadarlık, xuddi yağmurdek içimizdeki ilahi yoşurun kuchlarini uyqutup, bizni haqiqiy insan qiladigan hayatlık suyudur. Biz shuncha muhabbet bilen shartsiz yaratilgan turuluqluk yana aşu El-Ekremge nenkor bo'ldimizmi? Buni cho'nqur o'ylanib boqaylar. Yaxşımısınız? Uyghur Players'ga hoş gelipsiz. Bugün biz yaratquchining en güzel isimlerinden biriga birlikte cho'nqur cho'kimiz. O'ylab bakın, siz tixi yo'qdingiz, qanday qilib yaratilishini talab qila olasiz. Demak, mavjudligimiz bizga berilgan eng buyuk tunji sovg'atdir. İlahi isimler quruq söz emas. Ular bir aynak. Çünkü yaratquchining bivosita nurunu kütürüşke bizning ko'zimiz acizlik qiladi. Al-Akram, del şu nurlarının biri. O hech qanday bedel yoki shart talab qilmaydigan, yo'qlikdan bar qiladigan cheksiz sehriylik. Biz insanlar köpünce bergimizi saylarız, bedel küteri şundak mı? Ama ilahi sehilik bütünlere şersiz, çeksiz, hiç nime kütmedi o. İşenmemsiz. Ondaqda bu cheksiz mehribanlığının addi yığına bir tamça suda kandak nomayan boluduğanlığına qarayla. Acayip mucize. Kuyguçu ve asan ot alıdığan 2 xil gaz birikip hayatlık suyga aylandıdı. Andan asmanga örlüdü. Andan o bulutga aylanıp, kökte laylap yürüp, nerede hayatlık gerek bolsa del şu qaqas yerge yığıp beredi. Harun Raşid'nin hikayesini anlagan mı? O özünün pütkül selteneti ve baylıqının faqatla bir istakan suğa tetiydigenlikini düşünüp yetken. Sudan sözlep geldik. Lekin sudan mı bakarak bizge berilgen en büyük sovgat bizning yaratılışımız ve aklımızdır. Bilemisiz,
Elak sözü kan uyutmasıdan başka yine çonkur muhabbet degenini mi bildirdi? Demek biz pekat maddeden emiz, muhabbetten yaratılmamışız. Oku. Bu Kur'andaki tuncu vahiy. Bu alemni gözetip aklımızı işletişimiz üçün verilgen neymi degen ali taklif ha? Koruş üçün köz, yorutuş üçün nur, oylanış üçün akıl. Alemni okuşumuz üçün bizge hamma narsa haksız berilgen. Şunça köp, şunça güzel nimetlerini aldık. Ondakta oylap bakınca insanını zaten ne mi hakiki ali canap kılıdı? Asmanda uçuş, suda menişte köz boyamcılıklar emez elbette. Hakiki mucize bolsa, samimi, intizamlık ve güzel ahlak bile yaşaştır. Kıskısı, bu del tekva, yaratkucudan agah bulup, özümüzdeki ilahi yoşurun güçünü toğra cari kıdırış en ali mertebedir. Xuddi Qur'onda deyilgandek, sizning yaratuvchi oldidagi eng hurmatli yeriniz boyligingiz emas, balki sizning taqvodorligingiz, ma'naviy go'zalligingizdir. Siz, muşundak sap, çeksiz mehribanlıktan yaratılgan. Bugün bu güzellikiniz kandak kodaysız. Oylanıp bakın, kenci katım körüşüşçe aman bulun.